Avir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Damas mashinasi. 2015-yil 261 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Akalar, mashina holati zo'r holat turibdi. Qimmat ledlarga ham qo'yilgan. Polностью shumkalar ham qilingan. Yangi bo'lgan, yaxshi kalpali to'qilgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari zo'r holat turibdi. Mashinaga qimmat chexol, ko'ri polli solingan magnitofon kolonkalar bor. 261 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Temir gaz balonligicha ham ustanovka qilingan. Motor, korobka, ходовой, задний most qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q ekan. Okalar, haqiqatan ham ko'z bilan zo'r holat turibdi. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsa, 15-20% yuzak kraskalar bor ekan, o'zingiz uchun tekshirtirib olasizlar. Qimmat gerb lavoylargacha ham qo'yilgan. Narxini o'qilasizlar, maza qilib minishinglar uchun bo'ladigan narxi faqat oform deyaptilar. $4,500 baholandi. $4,500 ga 2015-yil 261 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Minishga tayyor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Damas mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin.